Hammaga assalomu alaykum, tuzukmisizlar? Aeroport stansiyasida yuribmiz, aylanib. Yo'l yopilgan. Yo'l yopilgan u yoqda ham. Mana biz yo'lini topdik. Mana o'rtadan o'tsak bo'lar ekan. O'sha aylanib o'tamiz hozir. Bugun Xudo xolasa U17 yo 17 yoshgacha bo'lgan futbolistlarimiz Saudiya Arabistoniga uchib ketadi. Mana bu yerda Andijon marojni boshlandi sezon. O'z Andijonliklar bitta storiesga bitta marojni berasizmi? Bitta storiesga bitta marojni berasizmi? Ana, mar. Davay. Olasan marojni? Charchamadingizmi? Marojni yeysanmi, zangeta? Popurishcha ko'sa. Oya, oldi aytmaydimi? YouTube'ga ketding. Ya menda bormaydi. Aka 4-mart kuni Bunyodkor stadionida Bunyodkorlar Buxoroni o'yiniga lutfan taklif qilaman. Kirish siz uchun tekin. Vallahi. Xohlasiz 10 ta odam olib keling. 4-kuni dedingizmi? 4-aprel kuni soat 16:00 da boshlanadi. 17:00 da sizni Bunyodkor stadioniga 4-kirish oldida. Nomer yozib oling, aka. O'zim sizni shaxsan olib kelaman. Marojningiz uchun, aka. Pulini beramiz yana deb o'ylamang, aka. Yo'q, men yeyman. Endi. Karilam orchildi, xo'p. Voy. Yeb qo'ying, yaxshisi cho'tka joydan tayyorladi. Ana, necha pul bo'ldi bizga? 15 ming bo'ldi aka. Bo'ldi. Shuni sanab oling. Sizga plus bitta istoriya, aka. O'zim futbolga qiziqaman aka. Bo'ldi, keling, aka, nomerni yozib oling. Hop, ha. Ber nomeringni. Telefonim zaryadkada o'tgan. Ya, bu toshmadim. Brat, siz zapasini telefoningizdan bor ekan, sizga marojniy kuchayib ketdi o'sha. 94lik. Nima deb imoj gap eshitgan joyimiz. Attasilarcha o'tgan safar gap eshitganmiz. Ikkinchi sip desachi, haligi yosh boladan so'rasa ikkinchi sip qayerda sanitda deb yuboradi. Yo'q, buni gap eshitganini kim qayerdan biladi deganda. Hojiboy aytgan edi, shu 3-yara 2-talvadan chapga shunaqa qayrilganingda. O'rtada talva bor. Boshlama deymi? Stalbaga qarab qayda deymi? Aka bitta qo'lda marojni bitta qo'lda manda burilmas ekan. Boshdan qo'ychi. Voy, rulovoy ketib qolibdi deydi. Arava yetib qolganman. Aeroportda hammaga kalaskalar uchirib ketyapman. Ilhom, necha minutda kelding? 40 marta. Bu borki orada marojnichi bratanga Bunyodkor o'yinini reklama qilyapti bir payt. 4-kuni keling. Sizni olib kirib ketaman. Charchamayapsizlarmi? Mana bolalar bilan shunaqa yig'ilib. Bo'ranaga montajda mana bu kamera urilgan joyda. Mana qilib qorish mumkinmi? Qo'l olish. Endi men Mana ya, qo'lada mana tushib ketdi qilib. men normalniku. Shu oxiri oy ani gayya yo'g'on Qarang, gapirdi. kelin qarang. Yoshligida qiziqqatgan deb ham shu mashina itarishga deb qo'yadi. Mashina haydashga emas, itarishga. Mashina itarishga qiziqardi. Marojnilar bor, chaqiring aka, 4-chi o'yin kesildi marojni. Andijon. Bu marojni yedik bo'ldi yetadi. Ayoli bitta reklama fokus qilib ketdik o'zi. Bitta istoriyaga bitta marojni yesam, javob tirs javob yozib, oxirida sizlar 15 ming bo'ldi deydi. Yo'q, yana cho'tka oldilar-da. Sразу yo'q demadilar, yo'q demadilar, boshqa demadi. Bitta marojni ekan-ku dedi. Voy, mana bor ekan-ku. O'lat. Hello. Hello, bro. Namaste. India. Veretum, hijo. Hindchani ham biladi, bori bu ablah. Bunga qanaqa omad Demaysiz? Qandini omadi bor. Ma'lumotda. uni bilaman, uni Nima edi? Qoq foizgami nima edi? Yo'q, sodirga emas. Yo'q, oyog'iga bundoq qiladi-yu, hindlar. Namaste, unaqa. Oqoq foiz. Ey, Do'ronchi, hokmangizni olay. Astagfirullah, tavba qildi. Olovni atrofini aylanib qolmasang, bo'ldi ish qiladi. Bundoq qilib sizni turibdi. Ya, malat. Mana shu hozir. Adramani ham, mana hozir. Turizm rivojlanganligini bir katta ko'rsatkichi. Mana mana shu primoy bo'lyapti, masofani primoy bo'lyapti. O'sha yerda. Ilhom, masofa yutib olsang 4 ta qildiray nima qilasan? kommentariy yozmaganman. Azizga variantga beraman, javob bo'lmasa. Aflaq mashina yo'q. Senga qiziq emas-da? Azizga variant beraman deydi, iflos bo'ladi degan. Shunda beraversang nima bo'ladi? Men mehnat qilib yutib olganman. Nima mehnat qildik?
Kommentariyaga kirib bir deb yozganman-ku. Shunaqa. Mana. Qizdiryapti havo lekin. Bu yoqishim sochini oldirgandan bir fishkasini yo'qotib qo'ydi lekin. Zubayr. Zubi. Voy. Sardor yana bir marta kish futbolkani. Shu kolleksiyada bitta shu chemadani futbolkasi yo'q edi. Ibrohim naqtoq. Ya erimni kiyganingni aytaman-da. Haqiqatan kolleksiyamizda bitta shu forma yo'q edi, chimalarniki. Shu forma ham xudo xolasa bo'lib qolar. Bir 2 oymi, 3 oy qoldi. Durujbadan o'tayotgan ekan. Sardor Realni 11 talik sostavini qilib ber. Biz endi jam muhim ish bilan bandmiz. Bratanni sumkasini ehtiyot qilib o'tiribmiz. Akam omonat topshirib ketdilar. Assalomu alaykum. Videolarni oldilar yigitni guli. Shozam yetib keldi lekin, malades as. Shahar probkaligida yetib kelding lekin sana. Ulgurdik. Leksiyadan tarri rasm bor, tarrini bosdilar-da. Hamman video tushirib urib kelib. To'g'ri bir ne qatcha deydilar menga. Qanaqa ne desam, yo'q qo'naygan, yo'q hash deyiladi, aka dedi. Mana. Bunaqa. Bitta odam buncha chemadanni eplashi qiyin, bilma, Saudiyaga borib qanday eplaylar endi. Odam juda ko'p. Amallab stoykamizdan topib, o't olsak, bagaj topshirib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Marra bizaniki. Aslo hojilar esdan olib kelishdi. Aeroportda lekin yorib yuboribdi remontini. Ikkita bagaj. Mana o'xsa. Mana men chemadan ruchnoy, ryukzak ruchnoy. Ne qotib qoldi? Hozir hasal qilib o'tdingiz-ku. Hozir yondirib o'tdingiz-ku o'rtani. Shunday rahmat. Voy, anekdot aytib beryapti-da hozir. Lattasan, anekdot aytib berasiz, davom ettiring. Ana Beruniyda o'ynagansiz-ku, hamma qala qilibdi. Benomga qala qilibdi. Живой aytgansiz. Men bormagan. Benomga ana qara kelgansiz. Mana uni eshitdingmi deb. Benomga qo'ymaysansiz. Mana mashinani aytdim. Benomga. Necha kilo chiqdi azmanmi? 20 necha kilo chiqdi korobka? 26. Abdurahmon aka, bundoq qilib qoldilar hammamizga. Bolalar dedilar. Qarasangiz sizlar o'sha eshikning tagida turibsizlar, bu yoq ishim turibdi. Aeroportdan chiqishi birinchi qismi bo'ladi hozir. Bu yoq ishim ishqilib, alo, taran. Voy, arava haydovdim 2 marta. Endi hozir keyin karnaval haydayman. Arava voqeasini ko'rdinglar. Endi keyin voqeasini ko'ramiz. Astagfirullah. Hozir nima bo'ladi? Churt. Ibrohimjon. Eng qizig'ichi aytmoq Abdurahmon bunaqa. Mayli bolalar deb qo'yiladi. Bitta bu turibdi, hamma eshik tagiga borib olsam. Men qidirdim mana bursizlarni. Qaqqa qidirasiz, ha? Voy, oldimizdan o'tib ketdinglar. Zo'r xotinga yaqin o'tib ketdi. Instagramga chiqamiz yaqinda. Urib qo'yishadi Instagramga. Zo'r. Ta. Mana men Jetaur aytdim mana kuni boya Sardor. Biznesga o'tadi deb. Biznesga. Ha, biznesga o'tadi. Ha, VIPmi даже? Серьезно. Mayli. Nima qilamiz endi? Sekin yo'lgami? Ha, knopkani bosing. Bos knopkani. Chalatsizda-yu. Nima, ochdimi? Ochdi endi. Ochdimi? Ancha bo'ldi o'tirmaganimga. Ibrohim, davom ettir aravani. Ha, haylashib qo'ying. Bo'pti, bolalar muxlislari. 4-chida kelinglar. Ha, 4-chida kelinglar, marojniy. Qaq kelishdi 4-chida. Chilonzorga o'yinga Buxoro bilan. Kelinglar. Bo'ldi. Hammani kutib qolamiz. 4-chida Bunyodkor Buxoro o'yiniga taklif qilamiz. Aeroportdan bo'shab mana Jako do'koni Team Sport 70% gacha skidka bo'lyapti. Yo'q, 70% skidka menimcha даже. Kelsanglar bo'ladi. 4-kirish oldiga kelsanglar, Jako desanglar kirgizib yuborishadi. Mana bu muxlislar xonasi. Voy. Qaziga tushunka qo'shtiraman deydimi? Voy, 55 talikmi, 60 mi? Bu 55, 60 mi bilmayman necha, lekin futbol bop ekanda, svetni o'chirib qo'yib, takoy. Mana bu tek kolonka ekan aziz.
Voy, mana bu tek kolonka ekan, bu yengilchasi ekan bu. Pomidorimiz Osiyo qazi, Osiyo chon. Ekstra o'zbegim bo'lyapti-yu. Gardinlarni ham reklama qilmang, homiylar. Boylik ani bolani ko'rib qoldik, bola. Narmoq kelaman, shu ham Ha, shunaqa qilmang. Shu Bo'ldi. to'rtta roltanga olasiz. O'zi az rostdan ham bor, bitta qozongami keyin bitta 4 ta kosa olib kelsang, suzib olsak bo'lar ekan. 100 ming dollar. Короче, ujun qilar ekanmiz-da. Alaqada olmadim, birat olaman. Yo'g'anda yana beryapti. 100 mingga 3 ta beraman. Aziz. Arendaga. Ovqat tezlashtirsan, jo'sti yo'g'i bo'ldi, hal qildik. Ustidan birga borib yordam bersang. Bu yoqishimdagi hozir musirni chiqartiraman, musirni.